mana shu proyektimizni xuddi mana shunaqa holatga kelguncha necha pul ketganini mijozimizdan so'rab joylashtirib ketamiz videomizni oxiriga. Assalomu alaykum qadrdonlar, biz Zangiotadagi obyektimizga keldik. E'tibor berasizlar, bu loyihamiz modern uslubda tayyorlangan. Xudo xolisa bitgandan keyin xuddi mana shunaqa holatda tayyor bo'ladi. Bu yerda ham ko'rsatasiz. Hozir sizlar bilan bu loyihamizni to'liq planirovkasini, obzorini qilib chiqamiz. Qayerda nima joylashgan, qanaqa holatda, qanaqa razmerda. Siz aynan mana shu videoda bu proyektimizni ham bemalol ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, marhamat. Demak, qadrdonlar, biz binoga asosiy kiraverish qismidamiz. Hozir bu yerda ish jarayonlari ketyapti. E'tibor berasizlar, planirovkamizga biz aynan mana shu joydamiz. Bu yerda zina qilinadi. Kirganimizda hol, o'ng qo'lda umumiy xona, chap qo'lda kuxnya, kuxnyadan terrasaga chiqsa bo'ladi. Kirganimizdan keyin родительский spalniy ichida sanuzellari bilan va bu yerda mehmonxona berganmiz to'g'rida. Mehmonxonaga ko'chadan ham kirsa bo'ladi. Bu yerda zina ikkinchi qavatga chiqadigan bitta shu xonalarimizni ko'rib chiqamiz. Marhamat. E'tibor berasizlar, kirgandan keyin bu yerda devorga mana svyazka uchun qishlar chiqarib ketilgan. Bu tambur bo'ladi. Har bitta obyektda tambur imkon darajada tashlab ketishga harakat qilamiz. Bu energiya tejamkorlik uchun ham tozalik uchun ham juda foydali hisoblanadi. Sababi qishda sovuq birdaniga uyga kirib ketmaydi, yozda issiq darrov kirib ketib qolmaydi. Ya'ni izolyatsiya vazifasini ham bajaradi qaysidir ma'noda. Va albatta siz qish payti kirganingizdan keyin oyoq kiyimlaringiz bilan uyga kirib ketmaysiz yoki ko'cha sovug'iga oyoq kiyim qo'yib qo'ymaysiz. Shu joylarga e'tibor berasiz. O'shaning uchun tambur qilib, shkaf, o'tirib oyoq kiyim kiyadigan joylari bilan bu yerda chiroyli qilib ko'rsatib ketganmiz. Endi eshikdan kirib kelganimizdan keyin o'ng qo'lda bizda umumiy xonamiz kutib oladi. Xo'p, bu umumiy xona hovliga qaragan bo'ladi. Shunaqa polgacha kattagina oyna berganmiz. E'tibor berasizlar, balandligi regelgacha va polgacha bu yoq. Bu yerda mana bu eski uy buziladi, hovli keng bo'lib ochiladi. E'tibor berasizlar, quyoshli, juda ham asosiy xonalardan bittasi mana shu hisoblanadi. Xo'p, ba'zida proyekt qilinganda birinchi qavatga mehmonxonaga katta joy ajratamiz, oshxonalarga joy ajratamizda umuman oilaviy o'tirish uchun xona qolmay qoladi. Demak, loyihalashtirayotganda, umuman uy qurayotganda mana shu birinchi qavatdagi umumiy xonaga juda qattiq e'tibor berish kerak. Hol deymiz, ba'zida o'sha holga to'g'ri keladi bunaqa joy yoki ba'zida imkoniyat bo'ladi shunaqa alohida xona qilishga. Demak, siz alohida xona qilganingizda ovqatlanib bo'lgandan keyin o'tirasiz, oilaviy, oilani ahil qiladigan xona xullas mana shu. Mazza qilib yashaydigan xona mana shu hisoblanadi. Yorug' bo'lishi kerak bu xona. Xuddi kuxnyaga o'xshab, albatta quyosh tushishi kerak. Hovlingizni ko'rib o'tirishingiz kerak. Demak, asosiy umr o'tkazadigan xona mana shu ekan. Xo'p, bizda bu yoqda sanuzel joylashgan bo'ladi. Albatta bu eshik u yoqdan koridor orqali kiriladi. Mana bu yerda hozir devorga svyazka tashlab ketilgan. Bu yerda перегородка olinadi. Mana shundan bu tomoni umumiy xona hisoblanadi. Buni razmeri 5.30 ga 4 metrli bo'ladi. Planlarni ham joylashtirib boramiz, bemalol ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi kirganimizdan keyin mana chap qo'limizda oshxona bo'ladi. Oshxona ham bilamizki, uyimizning yuragi hisoblanadi. Asosiy xonalardan bittasi shu. Kirib kelgan odam maksimal darajada ko'rinib turishi kerak, hovli ko'rinib turishi kerak va e'tibor berasizlar, har doim oshxonani loyihalashtirayotganda albatta quyosh tushadigan xona bo'lishi kerak. Ya'ni orqa tomonga olib chiqib tashab, mehmonxonaning quyoshli tomonga hamma o'tkazishga harakat qiladi. Biz har bitta loyihamizda e'tibor beramiz. Mehmonxonani unchalik yaxshi ko'rmaymiz, orqa tomonga, soya tomonga o'tkazib borishga harakat qilamiz.
Quyoshli asosiy xonalarda siz o'zingiz yashashingiz kerak, o'zingiz foydalanishingiz kerak. Demak, oshxonaga bu proyektimizda yer maydoni katta bo'lgani uchun polniy uyimizni binoni atrofida yo'lak qoldirilgan 2 metr. Ya'ni polniy archa ekiladi. Renderlarni joylashtirib ketamiz. Bolt pemol yursa bo'ladi, havo aylanadi va shuning uchun oshxonaga ikkinchi oynamizni ham qo'yib berganmiz. Havo aylanishi yaxshi bo'lishi uchun. Hop, oshxonada men doim aytib ketadigan narsalar ham bu vichkalarga e'tibor berish kerak. O'sha mebelirovkada albatta proyekt qilayotganda mebelirovkasi bilan qilish kerak va o'shandan kelib chiqib biz vichkalarni tashlab ketamiz. Ya'ni xonani havosi aylanishi uchun vichkalar mana ikkita tomoni qo'yib ketilgan. Bu yerda gaz plitani mo'ljallaganmiz. Gaz plita uchun mana azbest trubadan vichka tashlab ketilgan. Aynan mana shu joylarga juda qattiq e'tibor berish kerak uy qurayotganda. Xonamizning balandligi 3.60 bo'lgan poldan patologgacha. Hozirgi vaqtda 3.60, 3.40 normalniy o'lcham hisoblanadi. Siz ertaga patologda ventilyatsiya qiladigan bo'lsangiz, konditsioner sistemalarini o'tkazadigan bo'lsangiz ham patologingiz juda past bo'lib qolmaydi. Havo aylanishlari ham juda ham yaxshi bo'ladi. Bizning tavsiyamiz. Xo'p, kirib kelganimizdan keyin bu yoq hol. Holda ham o'tirsa bo'ladigan zona qilib berganmiz. Ya'ni hamma joy odatda holda eshik bo'lib ketadi-da va mebel qo'yishga joy qolmay qoladi. Nima uchun mebelirovka bilan proyekt qilish kerak? Buni sababi ertaga siz hayotda haqiqatda mebel qo'yib sig'dirib olishingiz kerak. Bu tomonda televizor joylashgan bo'ladi, bu tomonda mebelni joylashtirgan bo'lamiz. Ya'ni proyektda mebellarni ko'rsatib ketganmiz. Endi kirganimizdan keyin mana o'ng qo'lda shunaqa zona berganmizki, e'tibor berasizlar shu joyga yaxshilab. Mana ko'pincha proyektlarda mana siz holdan to'g'ridan-to'g'ri sanuzel eshigini ochib kirib kelasiz. Bu ancha xijolatli hisoblanadi. Bu yerda holda odam o'tirgan bo'lsa, hojatxonaning suvini shundoq qo'yib, shundoq chiqib kelish bu dizayn hisoblanmaydi. Har doim o'sha narsadan maksimal darajada qochishga harakat qilamiz. Endi bu yerda kirib kelganimizdan keyin kirib keldik. Mana bu yerda ko'rsataman. Biz bu yerdan kirib kelganimizdan keyin shunaqa joy tashlab ketganmiz. Va o'ng qo'lga burilganingizda to'g'rida folio degan rakvina bo'ladi. Uni ichida demak hojatxona bo'ladi. Holda o'tirgan odamga hech qanaqasiga shovqin, ovoz bo'lmaydi. Shunaqa zona qilganmiz. Spalniy zona ham xuddi mana shu pana zonada hisoblanadi. To'g'rida kirganingizda bu yerda shkaf turgan bo'ladi, kiyimlarni yechib qo'yish uchun. Va mana bu hozir boya umumiy xonaga kirib ko'rsatganimiz, mana shu общий sanuzel bo'ladi. Kirgandan keyin rakavina, yana bitta eshik, uni ichida keyin bu yerda umumiy hojatxona joylashgan bo'ladi. Xo'p, keyingisi bizda bu yerda перегородка qilingan bo'ladi. Mana bu yog'i родительский spalniy uchun sanuzel bo'ladi. Bu tomondan kirib kelamiz. Xo'p, birinchi qavatda deyarli hamma proyektlarda yoshi kattalar uchun yotoqxona joylashtirilgan bo'ladi. Bu narsani doim inobatga olish kerak. Kerak bo'lsa mehmonxonangizni, mana ba'zida kichkina yerlar bo'ladi, kichkina uchastkalar bo'ladi. Mehmonxonangizni podvalga tushirib yuboring yoki ikkinchi qavatga chiqarib yuboring, lekin birinchi qavatda albatta yotoqxona joylashtirib ketish kerak yoshi kattalar uchun. Ba'zilar yosh bo'ladi uy qurayotganda, ota-onasi bilan birga yashamaydigan bo'ladi. Ular kelajakda o'ylamasdan o'ziga родительский spalniyalarni tepaga qiladi. Lekin qanchadir vaqt o'tgandan keyin majbur bo'lasiz o'zingiz pastga tushishga. O'shaning uchun albatta yoshi kattalar uchun birinchi qavatda chiroyli qilib sharoit qilib ketish kerak. Xo'p, demak, spalniyamizda ko'rayotgan bo'lsanglar, pol atrofda yo'l bo'lgani uchun, ochiq joy bo'lgani uchun bu yerda bitta katta oyna qoldirganmiz. Ertalabdan bu xonaga quyosh tushib beradi. Aytmoqchi, bu proyektimizda hamma xonamizga quyosh tushadi. Keyin bu yerda yana bitta orqa hovli hisoblanadi bu yoq. Bu yerda ham kichkinaroq oyna qoldirganmiz. Havo aylanishi zo'r bo'lish uchun yorug'lik juda ham yaxshi bo'ladi.
ertalab quyosh chiqayotganda bitta quyosh tushib beradi, botayotganda bitta tushib beradi. Bunaqa spalni kamdan kam uchraydi. Xo'p, va spalni ichida ko'rishingiz mumkin. Boya ko'rsatgan joyim родительский sanuzel bo'ladi. Mana shu joydan svязка tashab ketilgan, перегородка olinadi. Razmerlari ham juda ham yaxshi bo'lgan. Me'yorida bemalol hamma narsa sig'adi. Tak, bu yerda ko'rsatib ketsak bo'lar ekan mana. Dush, rakovina, unitaz, hamma narsa joylashgan. Endi bundan mana shu перегородкamiz, bundan bu yog'i spalni hisoblanadi. Bundan u yog'i mehmonxona. Mehmonxonaga u yoqdan kiramiz endi. Tasavvur qilamiz, bu yoqda перегородкamiz bor. Xo'p. To'g'ridan bu yoqdan kirib kelyapsiz. To'g'rida ikkita vaqali eshik qo'yib berganmiz mehmonxona uchun. O'sha aytganim bo'yicha biz orqa tomonga o'tkazishga harakat qilamiz mehmonxonalarni. Ya'ni eng zo'r manzarali, quyosh tushadigan xonada o'zingiz yashashingiz kerak. Mehmonxona 2-chi, 3-chi, 10-chi darajali xona hisoblanadi aslida. Xo'p, bu yerda yer bemalol bo'lgan, qurilish maydoni keng bo'lgani uchun mehmonxonani ham keng berib ketganmiz. Razmerini aytib ketaman. 8 metrga uzunasiga, eniga 4 metrli mehmonxona bo'lgan. Balandligi 3.60. Ko'rayotganinglardek ideal desa bo'ladi. Xo'p, to'g'rida ikkita oyna joylashtirganmiz va men har doim yaxshi ko'radigan, har doim harakat qiladigan narsam bu eshik. Ya'ni ba'zi mehmonlar bo'ladi, qanaqadir tadbirlar qilganda u yoqdan mehmon olib kirish xijolatli bo'ladi. Zapas xod bo'lishi kerak. Ko'chadan to'g'ridan to'g'ri bu yoqdan mehmonlarni olib kirib, yana shu joydan kuzatib borsangiz bo'ladi. Ba'zan o'zi yoqtirmaydigan mehmonlar bo'ladi, o'shalarni shu yerdan olib kirib, olib chiqib borsangiz bo'ladi xullas. Sizni oila a'zolaringizni ko'rish kerak emas, ko'z tutish kerak emas shunaqa mehmonlarni. Va albatta o'sha aytganim bo'yicha bu zapas xod hisoblanadi. Zapas uchun. Xo'p. Ana endi biz podvalga tushamiz. Ketdik. Hozirda podvalimizni, demak bu yerda zinalar qilingan, tepaga chiqadigan zina, uni tagidan podvalga tushadigan zinamiz. Sal tartibsizroq bo'lsa ham ehtiyot bo'lib tushamiz. Podvalga tushayotganda mana bu zinada e'tibor berasizlar, yorug'lik tashab ketganmiz. Tabiiy yorug'likdan maksimal foydalanish kerak mana. Bu zinada svet bo'lmagan taqdirda ham siz bemalol yorug'gina tusha olasiz. Eng qizig'ini aytaymi sizlarga, bu proyektimizda podvalda basen joylashtirilgan planni joylashtirib ketamiz. Podvalda plani xuddi mana shunaqa holatda joylashgan. Basenlari, demak saunalariga chiroyli qilib joy tashab ketganmiz. Xo'p. Ana shu proyektni ochib oldik. Yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa agar biz mana shunaqa holatda turibmiz. Va biz mana zinadan tushib keldik. Zina o'lchamlarini ko'rdinglar. Tabiiy yorug'lik mo'shlik. Kirganimizda kichkinagina koridor bor. Va tushganimizda birinchi kotelni xona bo'ladi. O'ng qo'lda ko'rsatamiz. Marhamat. Kotelni xonamiz yorug'gina bo'lishi kerak. Sababi biz aynan mana shu kotelni xonada ko'pincha harakat qilamiz ikkita funksiya bajarishga. Ya'ni ham kiradigan xonamiz bo'ladi, ham kotelni xona vazifasini bajaradi. Proyekt nima uchun kerak? Mebellarni o'sha hisobini olib ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu joyda kotellar joylashadi. Planirovkadan ko'rsatib ketganmiz va bu yerda asbest trubadan vitishkalarni chiqarib ketgan bu tomgacha. Bu tomonida ko'radigan bo'lsangiz,
Bu yoqdagi bu plastmas trubadan vitishga tashlab ketilgan. Bu xonani havo aylanishi uchun, nafas olishi uchun. Kotelni xona qilayotganda albatta e'tibor berish kerak bo'lgan narsa bu oynasi bo'lishi kerak. Ya'ni fortishkasi bor xonaga faqatgina kotelni xona qo'yib bo'ladi. Vakuum bo'lishi kerak emas. Har doim o'sha kotelni xonada havo aylanib turishi kerak. Albatta ko'chadan ham bu yoqda tushib kelsa bo'ladi. Uni ham o'sha ko'chadan kirayotganda bir ko'rsatib ketamiz. Yoki men bu yoqdan bitta bu tomonni ko'rsatsangiz bo'ladi. Asosiy hovliga kirib kelganda shundoq binoni chap tomonidan mana shunaqa tushib kelsangiz bo'ladi. Va nihoyat basseyn xonamizga kiramiz. Qaniymiz? Marhamat. Kengaytirib ko'rsatyapsiz-a? Bu yerda basseyn joylashtirganmiz. Mana shunaqa holatda. Polni proyekt bo'yicha birga-bir ketyapti. Bu yorug'lik bor, havo aylanishi kerak. Albatta chunki namgarchilik juda kuchli bo'ladi bu yerda. Ertalab даже bu yerda quyosh tushadi. Yorug'liklarni ko'ryapsizlar, mana bu yerda ozgina quyosh tushib turibdi. Ertalab bu yoqdan quyosh tushadi. Ikkita shunaqa katta oyna tashlab ketganmiz, havo aylanishi juda ham yaxshi bo'lishi uchun. Bu yerda jakuzi bo'ladi, keyin detskiy zona qilib foydalansak ham bo'ladi bu tomon. Narigi tomonda bu asosiy katta basseynimiz. O'lchami tak umumiy 8 yo'q. Basseynning razmeri boshqaroq ekan, ochib o'tirmadim. Joylashtirib ketamiz planni. Razmerli planni. Siz bitta tashab, bir ikkita suzib bu tomondan chiqa olasiz. Shunaqa sharoit tashab ketganmiz xullas. Bu tomonda bemalol yaxki zona qo'yib, mebellarni ko'rsatib ketganmiz. O'sha mevalarni olib kelib, suvlarni ichib o'tiradigan joy. Podvalda basseyn joylashtirish bu ancha injiq hisoblanadi. Murakkab jarayon hisoblanadi. Lekin agar imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, sog'lik uchun juda ham foydali hisoblanadi. Demak, bu loyihamiz mana shunaqa. Keyin bu yerda dush tashab ketganmiz. Sanuzel. Albatta basseyn bor joyda sanuzel bo'lishi kerak. Bu yerda ham перегородка uchun, sveska uchun g'isht tashab ketilgan. Keyingisi men bu yoqdan ko'radigan bo'lsak, bu yoq tomoni yarmi sauna, turetskiy sauna berganmiz. Turetskiy sauna bilamizki, davleniyasi bor odamga ham foydali hisoblanadi, ya'ni parli sauna. Razmerlari ham juda ham zo'r bo'lgan. Bu yerda katta joy qoldirib ketganmiz, shishali bo'ladi. Ya'ni bemalol bu yerda ko'rib tura olasiz. Juda ham chiroyli. Xudo xohlasa buni bitgandan keyin ham chiroyli qilib sizlarga obzor qilib beramiz. Demak, basseynni ko'rib chiqdik. Aynan mana shu proyektimizni xuddi mana shunaqa holatga kelguncha necha pul ketganini mijozimizdan so'rab joylashtirib ketamiz videoyimizning oxiriga. Ketdik, qolgan xonalarni ko'ramiz. Zinadan tushib kelganingizdan keyin mana chap qo'lda birinchi xona trenajyor zal bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Trenajyor zalda balandliklari zo'r, bemalol turniklarni ham narsangiz hamma sharoit qilsa bo'ladi. Yorug'liklari juda ham yaxshi. Razmeri ham xonamizni juda ham keng, 7 ga 4 metr bo'lgan. Bunisi mana bu keyingi eshikdan kirganimizda esa mana bu yerda перегородка bo'ladi. Keyingi eshikdan kirganimizda bu yerda sklad joylashtirib ketganmiz. Kladovka, sklad qilib qo'ysak bo'ladi bu xonamizni. Demak, podval qismimizni to'liq ko'rib chiqdik. Har bitta xonada havo aylanishlari, demak, vitishkalarni, hamma narsani tashlab ketganmiz. Keyin podvalimiz balandligi poldan potolokgacha 3 metr. Ikkinchi qavatga chiqamiz endi. Mana endi qadrdonlar, biz ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatda ham xonalarimizni joylashuvi hammasini ko'rib chiqamiz. Zinaga e'tibor berasizlar, juda ham chiroyli.
jarayonda ketyapti va yorug'liklarga e'tibor berasizlar. Mana shunaqa katta oyna tashlab ketganmiz. Aynan mana shu quyosh holga ham tushib beradi. Asosiy eshikdan kirib boradi, ham bu yoqdan soat 12 atroflarida polni holga yorug'lik beradi. Quyosh tushadi. Ikkinchi qavatga ham xuddi shunaqa yorug'lik olib kirib beradi. Demak, ikkinchi qavatga chiqib keldik. Mana bu hol ikkinchi qavat uchun. Xonalarni joylashuvini bitta ko'rsatib beramiz. Bu yerda balkon joylashgan, balkonga chiqilgan joy. Sizga aylanib chiqdik. Chap qo'lda детский xonamiz joylashgan. O'ng qo'lda родительский spalni, ichida garderob, sanuzellari bilan joylashgan. Orqa tomonda ham farzand uylantirilgandan keyin bu yerda kattalar uchun ham spalni tashib ketganmiz. Ichida garderob, sanuzellari bilan va bu yerda родительский spalni berganmiz. Kechirasizlar, детский xonamiz yana bitta. Bunisi общий sanuzel. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, har bitta santimetrdan juda ham unumli foydalanishga harakat qilganmiz. Xo'p, birinchi bo'lib детский xonamizdan boshlaymiz. Marhamat. Детский xonamizda ham oynalar panoramlik. Hozirgi vaqtda polgacha oyna ko'pchilik proyektlarimiz deb deyamiz. Bu bizga nima beradi? Tabiiylik beradi. Xonamizga ko'proq yorug'lik beradi, ko'proq kislorod beradi. Ko'proq quyosh olib kirish imkoniyati bo'ladi. Bu tomonda ham oyna berganmiz, ya'ni havo yaxshiroq aylanishi uchun. Albatta, детский xonani hech bo'lmaganda bittasi quyoshli bo'lishi shart. Sababi sizni yosh bolalaringizga ko'proq quyosh kerak bo'ladi. Shuning uchun ko'pincha proyektlarda ko'rsak, ota-onalar o'zlariga oldi tomonda chiroyli qilib, splashnoy qilib spalnik olishadi-da, детский xonalar salqin, soya tomonga ketib qoladi. Bu narsaga qattiq e'tibor berish kerak. Yosh bitta farzand uchun albatta quyoshli xona tashlab ketish kerak. Родительский spalnining yonida bo'lishi kerak, yaqinroq. Demak, quyoshga to'yinish kerak. Sal yoshi kattaroq farzandlar, ular maktabga boradi, ko'chada ko'p yuradi. Ularga, misol uchun, quyosh tushmaydigan xona bo'lsa ham bo'ladi. O'zi aslida maksimal darajada har bitta xonaga tushirishga harakat qilish kerak, lekin har doim ham bu narsaga imkon bo'lmaydi. Demak, shu joylariga e'tibor berib ketasiz. Uy qurayotganingizda ham, mabodo loyihalashtirayotganingizda ham. Bu yoqda holdan balkonga chiqadigan joyimiz. Balkon. Tepada hozir parafet jarayonlari boshlangan. Suv tushyapti bu yoqda. Balkondan maza qilib hovlini tomosha qilsangiz bo'ladi. Bemalol ikkita stulni qo'yib o'tirishga ham sharoit bor. Modern stilda. Shu joyga fasadni yarim bitta joylashtirib ketamiz. Maza qilib ko'rib baho berasizlar fasadga. Ehtiyot bo'ling. Xo'p, keyingi xonamiz bu родительский spalni bo'ladi. Buni перегородкалari hali olinmagani tushuntirishga harakat qilamiz. Xo'p, demak, родительский spalni, xona razmerlari ham juda zo'r. Bu yerda ham panoramli oyna bo'lgan va bo'linishlarini tushuntirib berishga harakat qilaman. Kirib kelganingizdan keyin mana shu eshikdan biz kirib keldik-da. To'g'ridan-to'g'ri spalni ichiga ko'z tushmaydi. Shu narsaga e'tibor berish kerak. Kirib keldik, shunaqa panoram zona bo'ladi, to'g'rida shkaf, keyin bu yerda garderob bo'ladi. Bu spalni ichida sanuzel bo'ladi. Keyingi tomonda mana bu общий sanuzel bo'ladi. Bu yerda ish jarayonlari ketyapti. Usta aka, xormang. Charchamadinglarmi? Salomatmisizlar? Rahmat, jarayonlar yaxshi ketyaptimi? Charchamaylar. Xo'p, bu tomonni ko'rsatsangiz bo'lar ekan. Sanuzellar uchun fortichka tashlab ketilgan tepada. Родительский spalni uchun
bu forchkamiz. Keyingisi bu общий sanuzel uchun forchga tashlab ketganmiz. Hozir bu yoqda ish jarayonlari ketyapti. Aynan mana shu usta akamiz turgan joylari bu общий sanuzel bo'ladi. Yani bu koridordan kirib, keyin bu yoqdagi yana bitta detskiy xonamizga kirsak bo'ladi. Biz hozir bu yoqdan kiramiz. Demak, mana shunaqa holatda bu stиральный mashinalarni ham shunaqa bir noodatiy qilib joylashtirib ketganmiz. Ancha qiziqarli chiqqan loyihamiz. Xo'p, kirganimizdan keyin bu yoqda farzandingizni uylantirganingizdan keyin bitta mana shunaqa hisobini olib, zonalashtirib, ya'ni родительский spalni bilan bu qarama-qarshi bo'lishi kerak. Iloji boricha yonma-yon bo'lib qolishi kerak emas. Bu xonamiz ertaga o'g'lingizni uylantirganingizdan keyin bemalol mana shunaqa sharoit qilib berganmiz. Razmerlari juda ham zo'r va bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, перегородкалari endi olinadi. Mana sverskalar tashlab ketilgan. Bundan bo'linadi va kirib kelganingizda bu yerda garderobli xonadan kirib kelasiz ichingizga. Kirdik, mana shu yerda garderobli xonamiz bo'ladi. Undan keyin mana spalniga kirsa bo'ladi. Spalni ichidan sanuzel va sanuzelga mana forchka, mana yonda vidichka. Hamma yoq sharoit. Bu keyingi xonamiz. Bu yerda перегородка bo'ladi. Bu yerdan pana joydan kirib kelinadi dedik. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham bitta detskiy xonamiz uchun tashlab ketganmiz. Ikkita tomonda oyna bor. Tabiiy yorug'lik, quyosh hamma xonamizga kiradi bu yerda. Mana shunaqa gap. Tomga chiqishga ham bir harakat qilib ko'ramizmi? Bitta ma'lumot aytib ketaylik. Keling, mana bu yerda ko'rsating. Aynan shu obyektimizda ustalar ko'p almashgan. Har xil holatlar bo'lib, hech kimni yomonlab bo'lmaydi. Xullas 3 marta, 4 marta quruvchilar almashgan. Shu joyga kelguncha. Bunaqa narsalar juda ham ko'p uchrab turadi o'zi. Quruvchilarda o'sha almashtirish jarayonlari. Ba'zi quruvchilar, misol uchun, biz bilan hamkorlikda ishlashni xohlamaydi. Ya'ni hamkorlik degani ham nima? Biz proyekt chizib berdik. Shu odatda proyekt chizib bergandan keyin gruppa ochamiz. O'sha gruppaga qilingan ishlarni tashlab borish kerak. Savollar bo'lsa, bizga berib borish kerak. Через klient orqali bo'lmaydi. O'sha gruppaga bemalol video rasmlarni tashlab borsa bo'ladi. Bizning ham maqsadimiz nima? O'sha proyektimiz, ya'ni aynan o'sha chizilgani bo'yicha xatosiz joyda qurilsin, shu narsa kerak, xolos bizga. Hozirgi vaqtda xabaringlar bor, o'zimiz ham patkulich topshirishni boshlaganmiz. Bemalol uy qurish masalasida noldan murojaat qilishinglar mumkin. Proyektini o'zimiz chizib, polniy o'sha bitguncha nazoratini qilib qurib beramiz. Xo'p, endi bu yerda qanaqa jarayonlar, qanaqa holatlar bo'lgan? Mijozimizni o'zlarini misol uchun ichlaridan o'tgan, shu sababdan ham quruvchilarni almashtirishgan. U paytda biz qurilishni hali boshlamagandik. Endi bu yerda men aytmoqchi bo'lgan narsam ham bu g'isht masalasi. Ko'p proyektlarda ko'ramiz. Haqiqatda g'ishtni tepaga mana bu перегородкаlarni bo'lish uchun g'ishtlar kerak bo'ladi bu yoqda. Keyin tepada parapet uchun g'ishtlar kerak bo'ladi. O'sha g'ishtlarni juda ko'p bitta joyga olib chiqib qo'yadi ba'zi obyektlar. O'sha narsada juda ehtiyot bo'lish kerak, juda e'tibor berish kerak. Bitta plitaning ustiga g'isht tushib qoladigan bo'lsa, u ertaga yorilishi mumkin. Demak, u plitani almashtirishni tasavvur qilib ham bo'lmaydi-da. Ko'pincha yorilgandan keyin bekitib ketiladi. O'sha sababdan juda ehtiyot bo'lasiz, juda e'tibor berasiz. Ozgina mehnat, ozgina qo'shimcha to'lov qilsangiz ham zato bir xotirjam yashaysiz. Yorilgan plita qachon tushib ketar ekan degan narsa bo'lmaydi. G'isht qo'yish kerak, faqatgina o'sha regel o'tgan joylardan, keyin mana bu devorga juda yaqin joylardan ikkita plitani orasiga bitta pachkadan uni ham tarqatib har xil joylarga qo'yish kerak.
bitta joyga juda ko'p qum to'kishadi ba'zida. Bitta joyga pachkalab 2-3 qavat qilib g'isht tashaladi. Mana bu g'ishtni 10 ta donasini buni qo'lingizga ko'tarsangiz qanchalik og'irligini tasavvur qilib olasiz. Shu joyga juda e'tibor berasizlar. Shu temada fikrlarni izohlarga yozib ketinglar. Endigi navbat harakat qilamiz. O'xshasa tepaga chiqishga. Ketdik. Nariroq opasini qopdik mana bu joy, usta aka. Mana chiqib oldik. Sizlarga ko'rsatamiz jarayonni deb. Ikkinchi qavatda ustiga ham plita bosilgan. Odatda ba'zilar to'sin qilaman deydi, ba'zilar plita qilish yaxshimi deydi. Xo'p, endi Toshkent sharoitida deyarli narxi bo'yicha mehnati, vaqti hamma narsani hisoblab chiqsangiz, plita bilan deyarli bir xil bo'lib qoladi. Plitani shunchaki umri uzoq. To'singa nisbatan, ya'ni vaqti kamroq oladi. Shu joyiga ham e'tibor beramiz. Usta akalar, xormanglar, charchamadinglarmi? Ayas, charchamanglar. Plita aviatsiya qilish jarayoni ketyapti hozir mana bu. Sizlar mana kolonnalar to'xtamagan, parapetgacha chiqib boradi. Bu 93 sm atrofida yana parapet aylanadi. Proyekt modern stilda bo'lgani uchun demak tom ko'rinmaydi proyektimizda. Renderni ham ko'rdinglar. Tomlarni, renderlarni joylashtirib boramiz shu joyiga. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Xo'p, parapet aylanadi va ko'rayotganingizdek ham yon tomonlarda vitishkalar chiqqan. Bu plasmas. Har bitta xonamizga o'sha katta kichkinaligiga qarab bitta ikkita qo'yiladi. Oxirgi etajga chiqqanda mana shunaqa tomda ko'payib ketadi. Hozircha mana shunaqa holatda. Shu yerda betonni tayyorlab qo'yilyapti. Usta aka, bu nechta olib chiqish uchunmi? Mana mini avtokran. İşte pachkalab plita ustiga qo'ygandan ko'ra mana shunaqa kran qo'yib, ishni olib chiqilsa yaxshi. Juda ham zo'r. Juda ham qulay. Ehtiyot bo'lasiz. Mikserda hamma ko'rgan bo'lsa kerak. Mikserda shunaqa beton ruchnoy tayyorlanadi. Bilmaganlar uchun. Bular shunaqa gap, hozircha tom jarayonlari endi boshlanadi. Parapetni aylantirib bo'lishgandan keyin. Savollar bo'lsa, o'sha gap izohlarni qoldirib ketasizlar. Hammaga rahmat. Yaxshi kunlarda, yaxshilikda ko'rishguncha. Loyihamiz yoqqan bo'lsa, bizga zakaz bersangiz bo'ladi bemalol. Qurilishlarni ham xudo xohlasa chiroyli qilib o'zimiz qilib beramiz. E'tibor uchun rahmat. Keyingi loyihalarimizda ko'rishguncha.